2026-yilda pishgan g'ish va xom g'ishlar narxi necha pul bo'lyapti? Do'stlar, biz hozir zavodga yetib kelganmiz. Ko'rib turganlaringdek g'ishlar cheklanmagan miqdorda bor. Bu ko'rib turgan g'ishlaring hozir xom g'ish bo'ladi. Do'stlar, qaranglar. Xom holati ham anchagina figurasini qaranglar. Figuralari ham tekis bo'ladi. Xuddi shu g'ishlarda xohlasalaring pishirib berishadi, xohlasalaring xom holatda ham sotishaveradi. Xo'p, bu g'ishlarimiz pishgan holatda qanday g'ishimiz pishadi? Qanday tayyorlanadi? Videomizni oxirigacha ko'radigan bo'lsalaring, to'liqroq ma'lumot berib o'tamiz. Bitta-bittadan like bosib, obuna bo'lib qo'yadigan bo'lsalaring, xo'p, g'ishlarimiz, xom g'ishimiz qanday tayyor bo'ladi, pishgan g'ishimiz qanday tayyor bo'ladi? To'liq ma'lumotni akamizdan olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamaysiz. Aka, bu yerda hammasi xom g'ishlar ekan-a? Xom g'ishlar. Endi asosan xom g'ish ham sotaverasiz, pishgan g'ish ham sotilaveradi. Ikkovini ham sotamiz. Ikkovini ham sotilaveradi. Aka, juda ko'pchilikga qiziqda. Bu g'ish qanday pishadi aka? Pishish jarayonlari qanday bo'ladi aka? Pishish jarayonini ichkaridan bemalol ko'rsak bo'ladi. Ko'rsatsangiz bo'laveradi. Sir basmi bu narsa? Yo'q, sir emas. Juda ham zo'r. Xo'p, pishgan g'ishlar, xo'p, qanday o'zimga ham qiziq, to'g'risi men ko'rmaganman. Birinchi marta hozir ko'rib o'zim guvohi bo'laman qanday pishishiga. Hozir masjidga kiramizmi ichkariga? Ha, ichkariga kiramiz. Mana shu ichkarida pishadi. Tomondan karada. Ha, shunaqa. Karada olib kelishi bu tomondan xom g'ishimiz terishadi. Mana abitdan kim bo'ladi? Abitgacha terishib ketishadi. Ha, buni qo'lda terishadimi? Qo'lda terishadi. Qo'lda teriladi. Xuddi shu, nimaga aynan mana shu ko'rinishda teriladi aka? Ko'mir tepadan tashaladi, ko'mir orasidan tushib, ichkarida 1000 gradusli haroratda pishadi g'ishlar. Hozir mana bu tevalardan ko'mir tashaladi, yonayotgan ko'mir, haligi videolarda ko'rinadi, olov bo'ladi. Shu g'isht ichida yonib turadimi shu narsa? Mana 1000 gradus ichida turadi. Qoyil. Va mana shu holatda pishgandan keyin mana shu ko'rinishda chiqib ketadi. Mana shu holatda bo'ladi. Mana tumalarimiz nimaga tayyorlangan? Bu tepadan havo yurib, oldiga tortib turish uchun. Oldiga tortib pishgan g'ishtni old tomonga pishirib ketadi. Qoyil, juda ham. Qaranglar do'stlar, har bitta teshigidan olov yonib turar ekan, g'ishtni dangallashiga ahamiyat beramiz. Qoyil. Tanlab olganim yo'q, shuni olgan joyimdan shunaqa bir boshdan ovoz chiqaveradi. Qoyil. Umuman boshqa joyda olsa ham mana xudo xolasa qoyil aka. Tashqariga chiqaylik, juda issiq ekan bu tomon aka. Xo'p do'stlar, ko'rib turganlaringdek pishgan g'ishlar xuddi shu holatda bo'ladi va yuklash jarayonlari bo'ladi. Dastavka hozir biz Farg'ona viloyati Bag'dod tumanida turibmiz. Eski nomi Lenin qishlog'idamiz. Dastavkalari qanaqa aka? Vodiy bo'ylab dastavkasi bormi? Xudo xolasa butun vodiy bo'ylab bor. Toshkent nimalarga yo'q, Toshkentlarga hozircha chiqarilgan yo'q. Texnikalar o'zlaringda bor, xudo xolasa. Texnikalar o'zlarida bor, mashinalar. Dastavkalar qanaqa bo'ladi? Kelishilgan holatdami yoki dastavkalarimiz kelishilgan holatda joyiga qarab. Joyiga qarab turib qilib beriladi. Bag'dod bo'lsa boshqa, Oltiariq bo'lsa, Namangan bo'lsa, Andijon bo'lsa, kilometrga qarab narxini chiqarib beramiz. Xo'p, aka, xom g'ishlarimiz narxi necha pul bo'lyapti endi hozir? Xom g'ishlarimizni ushbu kunda joyida 380 so'mdan kelib olib ketishi. Kelib shu yerdan olaman desa 380 so'mdan. Agarda dastavka qilib bering desa, joyiga qarab turib yo'l kirasiga puli qo'shilib qoladi. Shunaqa qo'shiladi. Endi pishgan g'ishlarimiz qanaqa bo'ladi? Pishgan g'ishlarimizda joyida 780 so'm berilyapti, dastavkasi uniki ham alohida, joyiga qarab. Dastavkasi uni ham alohida joyiga qarab turib bo'ladi. Joyiga qarab, nech mingtaligiga qarab turib narxi. Endi qarang aka, buni loya deydimi, qumini qayerdan olasizlar buni? Qumi o'sha Bag'dod tumanining o'zini turpog'i, mana ko'rib turishingiz mumkin. Hali ko'pchilik qora turpoq, sariq turpoq deydi. Sariq turpoqligi mana aniq bilinib turibdi. G'ishlarimiz sariq. Qora turpoq bo'lsa, g'ishti baquvvatligi ozgina pasayadi. Lekin g'ishti sifati oppoq chiqadi-yu, lekin qizil g'ishtga aralash atlasnoydan baquvvatligi pastroq bo'ladi. Ya'ni sariq nima? Endi aka, sariq turpoq zo'r. Asosiysi aka, undan ham asosiyrog'i sho'rda aka. Sho'r bormi yo'qmi aka? Sho'ri xudo xolasa 10%, 20% chiqishi mumkin deb olib borilyapti, xudo xolasa. Mana Ravshanbek aka, Ravshanbek sizdan olyaptimi g'ishtni? Hammasini o'zim olib borib berdim. O'zimiz mashinalarda olib borib berdik. Ravshanbekda nima chiqqan, sho'r chiqqan yo'q. Umuman sho'r chiqqan yo'q deb aytayapti o'zlari ham. O'zim ham ko'rdim mana, lekin bor. Sesmani yonlarida oz-moz bo'lishi mumkin. Sesmadan chiqqan u, lekin sesmadan chiqadi endi. Aka, pishgan g'ishtni endi yorug' ko'rinishda ko'rsatsak bo'ladimi? Bo'ladi. Holatini. Do'stlar, mana shu bolalarga ham bitta-bittadan like bosib qo'ysa. Uka, ikki dona g'ish berib olasizmi? Shunday tanlamasdan beraveringlar. Jigarlar. G'ishtni ko'ryapsizlar-a?
qirralarini. Aka. Xo'p, aka endi pishgan g'ishimizni narxini kelib olib ketaman deydiganlarga necha pul edi? 780 so'm. 780 so'mdan chetdan kelib o'zi yuklab ketsa, Ha, ochirit bilan. Endi bu tomonda mana bu shuncha mashina turibdi, ochirit bilan kelib olib ketsa bo'ladi. ochirit bilan. Lekin Endi qarang, hozir kelib olib ketaman desa necha kunda ochiritiga keladi, o'zi olib ketaman desa. Bir sutkada tegadi. Bir Bugun sutka. mashina bugun kelsa qo'ysa, ertaga olib ketaveradi. ha, ertaga oladi. Ertaga oladi. Ya'ni agarda yo'q, menga o'zing olib borib ber deydigan bo'lsa qanday bo'ladi unda? Adres aytaman. Joyiga qarab, endi Oltiariq bo'lishi mumkin, Andijon bo'lishi mumkin, Namangan, Farg'ona, Marg'ilon bo'lishi mumkin. Kilometriga qarab chiqadi narxi. Kilometrga qarab narxi chiqadi. Endi uydan turib zakaz beradigan bo'lsa, zakalat pakelat tashlab berishadimi? Zakalat shart emas. Shunday telefon qilishsa, shunday olib borib beramiz. Shunday olib borib berilaveradi. Juda ham zo'r. Ekranda nomerlarda Telegramlari bor. Telegram, WhatsApp hammasi bor. Telegram, WhatsApplari bor. Xudo xolasa aloqaga chiqsalaring, lokatsiyani tashlab berishaveradi. Kelib ish jarayonidan bemalol ko'rishlaring mumkin. Qo'ldan kelgancha ichkari tomonlarni ko'rsatib o'tdik, qanday pishadi, qaysi ko'rinishda bo'ladi. Xudo xohlasa o'sha olovlar, ko'rib turganlarda olovlar o'sha g'ishtni ichida bo'lar ekanda, to'g'ri. Men uni g'ishtni ichida bo'ladi deb o'ylamagandim. Xuddi shu 1000 gradusda pishadi bizda. 1000 gradusda shu 1000 gradus issiqlikda pishgan g'ishtlar bo'ladi, xudo xolasa. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Vodiy bo'ylab dastavkalari bor, ishonchli va eng asosiysi sho'ri juda ham kamda. O'zimizda mana qani Ravshan, mana shu bolamiz o'zlari olganlar sho'r chiqmadi deyaptilar. Xudo xohlasa Ravshanbek g'isht tavsiya qilasizmi? Zo'r aka, o'zim olganimga yo menga berganlar uchun maqtash emas, chunki uyga ham oldim, qolganini beplan qiladilar. Uyimizga borib ham ko'rishaveradi. Qarang, sho'r aka borini aytaman, bir 10 ta 15 donada chiqdi birinchi etajda o'zida. Dadamga ham yoqdi. Agar bir xil imoratlar ko'rsangiz, to ko'tarilgungacha sho'rlab ketadi. Bizda sho'r ham chiqmadi, keyin ustalar bor-ku, bitada bilarkan ishlar. Bitta kelgandan keyin haqiqatan sifati zo'r ekan. Mana hozir 16 mingta yana o'zim olaman. Keyin o'sha shanba kuni Boydadamga 5 mingta olib ketilyapti. Qo'y. Xudo xohlasa bloger ukamiz o'zlari tavsiya beryaptilar. O'zim olmasdim, chunki men palon pulga qurilayotgan imoratimga sifatsiz g'isht foydalanmayman. Tem bo'lib 2 etaj bo'lyapti. Qo'yil. Bemalol ekranda nomerlarga aloqaga chiqib ko'rib turganlaringizdek o'zlari ham olyapti, yolg'on yashirin yo'q. Xudo xohlasa akamiz o'zlari javob beradilar. Vodiy bo'ylab yetkazib ham beraveraman deyaptilar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bitta-bittadan like bosib, obuna bo'lib qo'yadigan bo'lsalaring, bundan da qiziqarli kontentlar chiqarishga harakat qilamiz.